Oldingida endi fayllarni Wincode'ga to'g'irlab ichiga yozish shart bo'lmay qoladi. Biz programma Zash IPS programmasi. Bunga yechim bo'ladi. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi mashinamiz Cobalt bo'ladi. Cobalt mashinamizda qilinadigan ishlar faralarga LED qo'yilgan vaqtda tabloda ошибка chiqib qoladi. O'sha ошибkalarni yo'qotib beramiz. Bizning programma Zash IPS programmasi. Bunga yechim bo'ladi. Tablosidan programmasini o'qib olamiz, log faylini. Buni ustakalarimiz yaxshi tushunishadi. Log faylini saqlanib qilish uchun save text qilamiz. Mana hozir biz saqlanib qo'yganmiz. Shuning uchun vaqt o'tmasligi uchun saqlanib qo'yasizlar. Saqlanib qilgandan keyin DPS programmani yopib turib, Zash IPS yangi programmamiz. Ochilishlari ham mana bunaqangi yangicha versiyasi, yangi обновление bo'ldi. Ko'rinishi mana shu holatda bo'ladi. Fayl tanlash knopkasini bosamiz. Bosganimizda 874 hozirgi Cobaltimiz. Shu Cobalt tablosiga yozamiz programmani. Funksiyasini yoqish degan knopkani bosamiz. Bosganimizda bizda Cobalt mashinasiga nimalar yoqa olamiz, nimalarni o'chira olamiz. O'sha narsalar funksiyalari chiqib keladi. Xo'p, bu mashinamizda mana shu funksiyalar, kerakli funksiyalar bo'lyapti. Cobalt avtomobiliga shu funksiyalarni yoqdik. Endi yoqqanimizdan keyin fayl tayyorlashimiz kerak. OK deb bosamiz va faylga yozish knopkamiz aktivniy bo'ldi mana bu yerda. Faylga yozishni bossak, bizga ikkita fayl tayyorlab beradi. Oldingida endi fayllarni Wincode'ga to'g'irlab ichiga yozish shart bo'lmay qoladi. Bizning programma orqali. Endi boshlagan ustakalarimiz uchun ham, katta ustakalarimiz uchun ham juda kerakli, foydali programma bu. Mana XML bilan textile fayl paydo qilib berdi. OK deb bosamiz. Wincode orqali bo'ladi bu narsalar. Xo'p. Eco configurationga kiramiz. Kirgan vaqtimiz mana bizda Wincode'imiz 8903 ga chiqarib berdi. XML faylini tanlaymiz. Textile faylini tanlaymiz. Execute bosamiz. Programma ketdi. Загрузка ketyapti mana. Programma tushdi, загрузка bo'ldi. Tablomizda mana zamod birovchi yoqamiz. Mana har xil ko'cha gradusi 14 gradus. Soat chiqdi. Xo'p, endi bu menyumizda mana moy foizi 100%. Bu qo'shimcha funksiyalar hisoblanadi. Mana shunaqa funksiyalar yoqsangiz bo'ladi. Benzin tugagandagi funksiyalari ham bor. Benzin tugaganda ogohlantiradi. Full pump degan yozuv beradi. Benzin tugadi degan. O'sha funksiyalarni ham qo'shib berdik. Benzinlar qachonki bitta palchkaga kamayadigan bo'lsa, bitta palchka qoladigan bo'lsa, o'shanda yonadi. Kimga shunaqa programmalarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, Zash Avtoservisga murojaat qilinglar. Pastda nomer qoldiraman.